O'quvchilarimda yana bir uchraydigan muammolardan bittasi, ular reading yoki listening, so'z yodlagandan keyin yoki writing qilgandan keyin o'zlarida charchoq hissini tuyishadi. Buning charchoq hissiga asosiy sabab nima? Konsentratsiya birdaniga oshib ketganligidan, ya'ni shu narsani qilishim kerak degan o'y bo'lgandan keyin insonda qon bosimi ko'tariladi deb o'ylayman va konsentratsiya bir joyga yig'iladi. Shu konsentratsiya yig'ilgandan keyin insonda butun e'tibori bir narsaga qaraydi va odamni bir soat ichida charchoq hissi bo'ladi. Lekin dars paytida o'tirsa yoki bo'lmasam institutga borib leksiyalar eshitadigan bo'lsam, bu narsani his qilmayman. Endi to'g'ri domlalarni qiziqtirishga yoki bo'lmasa qiziqtirmasligiga bog'liq bo'lib qoladi. Lekin o'zim alohida olib kontekstdan yurib, boshqa joyda dars qiladigan bo'lsam, albatta bir soatdan keyin uyqum kelishni boshlaydi. Buni nima qilsam bo'ladi, davosi qanday, diagnoz qanday bo'ladi degan. Men doktor emasman, lekin o'zimda boshimda o'tgan tavsiyalarni beraman. O'quvchilarga ham shuni tavsiya qilaman. Avvalambor o'zingizda dietingizga e'tibor bering. Albatta ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish juda ham muhim. Ko'chada fast food yeb, o'zingizning oshqozoningizni og'ir narsalar bilan to'ldirsangiz, albatta uyqungiz keladi. Buning uchun ovqat yeyishni uyda odat qilish kerak va iloji boricha ertamanda to'liq ovqatlanib, ya'ni ertamangi nonushtani o'tkazib yubormang. Ertamangi nonushta juda ham muhim. Chunki siz kun bo'yi mehnat qilasiz, kun bo'yi miyangiz faoliyatda bo'ladi. Shuning uchun nonushta eng muhim, iloji boricha issiq ovqatlarni yeyishlikni atalar. Eng foydalisi atalar va suyuq ovqatlarni tanovul qilish va orqasidan yana biron ikkinchi quyuq ovqatni tavsiya qilaman va shu bilan soat 1 yoki 2 gacha bemalol dars qilib va konsentratsiyangizni ushlasangiz bo'ladi. Obedda bo'lsa yana shu og'ir ovqatlardan yeyishingiz mumkin, faqat obed paytida, chunki kech paytgacha hali yana vaqt bor. Siz dars qilishga yana ulgurasiz va charchash degan narsa ancha sizdan uzoqlashadi. Ovqatlarda albatta energiyaligini va sizga ko'proq nima quvvat berishini bilasiz. Shu quvvat beradigan narsalarni, dorilarni aytmayapman, vitaminlarni nazarda tutmay, faqat ovqatlarni o'zini aytmoqdaman. Va kech payti kelganda bo'lsa, 6 yoki 7 dan keyin ovqatlanishni to'xtating va agarda qorningiz ochib ketgan bo'lsa, mevalardan olib kelgan, bitta olma yoki bitta banan o'ta foydali bo'ladi. Nima uchun? Chunki aytib o'tdim, talabalar, o'quvchilarimga doim ularni xuftongacha dars qilishni va ungacha bo'lgan vaqt ichida xohlasa yesa, ichsa bo'lishini va iloji boricha quyuq ovqatlarni o'zingizni uzoq tuting, suyuq ovqatlar iching, chunki kechqurunda turish oson bo'ladi va dars qilishingiz sifati yana ham oshadi. Do'stlar, mana shu tavsiyalarni qiladigan bo'lsangiz, albatta 1 soat ichida konsentratsiya 1 soatdan keyin ham konsentratsiya yetadigan va 1 soat ichida tugab qolmaydi va 2 soat, 3 soat bemalol dars qilib o'tirishingiz uchun yetarli energiyani jamlay olasiz. Buni bir marta qilib ko'rganingizdan keyin ertasi kuni shu narsani davom ettiring va 40 kun yoki bo'lmasa 2 oy davomida shu narsani uzluksiz bajaradigan bo'lsangiz, albatta sizda dars qilishga bo'lgan ishtiyoq oshadi va konsentratsiyangiz yana ham oshadi. Inshaalloh. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni sizga taqdim etishda davom etaman. Sog' bo'lasiz.